ikkala sudlanuvchilarga o'sha 4 yildan ozodlikdan mahrum qildi. Men 3 yildan mansabdor bo'lib ishlashda chekladi. Qolganlarda o'sha qolgan 9 kishini harakatiga baho berilishi uchun viloyat prokuroriga sud tomonidan taqdimnoma chiqarildi. Apellyatsiyaga bersa yana sud davom etadi. Bizda o'sha ma'naviy zararimiz so'raldi. Ma'naviy zarar bo'yicha fuqarolar sudiga beriladigan bo'ldi. Uni bizdan so'radik, talab qildik, aynan o'sha ma'naviy zararni aytdik. Nimaga? Ma'naviy zarar menga misol ularni mana meni ko'rdingiz, bildingiz. Menga ularni bir tiyini kerak emas. Da. Lekin dars bo'lishi uchun ma'naviy zarar olamiz. Ikki u ma'naviy zararda aynan sog'lig'i yomon, juda qiynalgan insonlarga berishgan onkologiya markazlariga qizdirish uchun o'sha ma'naviy zararga biz beramiz. Blogger Dostonbek Rahimov. Gulira'na Qosimova ishi bo'yicha ichki ishlar xodimlariga hukm o'qildi. Quva tuman sudining hukmi bilan Furqat tumani IIB boshlig'i lavozimida ishlagan Akmal Xo'jayev va uning birinchi o'rinbosari Jasur Rasulov maktab direktori Gulira'na Qosimova ishi bo'yicha 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Ular jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan aybli deb topilgan. Shuningdek, sud Akmal Xo'jayev va Jasur Rasulovni 3 yil muddatga Ichki ishlar vazirligi tizimida hamda davlat ishtirokidagi korxona, muassasa va tashkilotlarda mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan ishlarda ishlash huquqidan mahrum qilgan. Tayinlangan jazoni manzil koloniyalarida o'tkazilishi belgilangan. Jabrlanuvchilar Gulira'na Qosimova va Qurbonali Abdurahmonov kelgusida ma'naviy zarar va boshqa zararlar yuzasidan tegishli hujjatlarni ilova qilgan holda fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilishi mumkin. Blogger Dostonbek Rahimov.